keyinchalik tug'an xotinangiz deyishdi. Chunki oilasi buzilib ketmasin dedimda, qizimda. To'g'ri qilibsiz. Mana hozir oldimda bir qizalog'imizni oyijonlari kelgan, qizalog'imiz o'zlari kela olmaganlar. Chunki hamma qizlarimiz uydan 25 ta odamdan javob so'rasa doktorga keladi. Bechora qizlarimizning holatida men bir xil payt hayron qolaman. Onaga diagnozni tushuntiraman, ona bechora telefonda diagnozni qiziga tushuntiradi. Lekin shunga ham men tayyorman, lishba qizim tug'ib olsinlar. Mana hozir bu qizimizda birinchi marta menimcha hayotingizda men sizga sxemada ko'rsatib tushuntirdim. Bu qizimizni ortida operatsiya ham o'tkazganlar. U qizimizda rentgen qilishsa truba chiqmagan, shunda birinchi shubhaga kirishgan, hattoki operatsiyagacha yetib borgan ayol. Operatsiyada mana shu trubani ochishga harakat qilib ko'rishgan. Betdan ham yopiq, betdan ham yopiq bo'lgan. Lekin ko'pincha biz rentgenni o'zini ko'rib aytamiz, operatsiyaga pul ketkazmanglar, tezroq eko qilaylik, bu truba bitganmi? O'zi anomaliya, to есть normadan cheklagan holatda bolajon dunyoga kelgan. Nima uchun bu holatlar bo'ladi? Ona homila payti virus o'tkazsalar, gripp o'tkazsalar, bu degani emas, hamma bolalar shunaqa anomaliya. Lekin bu qizalog'i umidi bor, chunki tuxumi bor. Bu tuxumini olib homilaga aylantirib, mana shu bir shox qolgan, shu shoxga ekamiz. Harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha, chunki dunyoda bu shoxga ekkanda farzand tuqqan ayollarimiz soni ko'p.